o'ylaysizlar? Bu safar qanaqa shogirdlar chiqardim? Oling bu yoqqa. Sertifikat, diplom, международный bo'lgandan keyin, massajistlar ham международный bo'ladi. Dunyo bo'ylab tashrif buyurgan massajistlarni tabriklayman. Ya'ni Koreya davlatidan, Shanxaydan, Qoraqalpog'iston shahridan, hattoki O'zbekiston viloyatidagi Andijon va Surxondaryodan kelgan qizlarimizni. Koreya davlatida yashaydigan Muhamedova Sadoqat. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Javgasbayeva Eleonora. Toshkent shahrining Andijon viloyatidan tashrif buyurgan Yo'ldasheva Odinaxonni tabriklayman. O'zlari massajistkani. Shanxayda yashab kelgan Shahnozani tabriklayman. Aynan meni kursimda o'qish uchun O'zbekistonga tashrif buyurdilar. Shaxsan kursim haqida o'quvchilarimiz fikri o'zimga ham juda ham qiziq. O'qishimizdan boshlaymiz. Shahnozaxon, fikrlaringiz kursim haqida? Juda ham ijobiy. Kim kerak? Shuncha narsa o'rgatgan uchun. Doim sog' bo'lsin, bizdan-da ko'proq shogirdlar chiqarsin. Bilmagan narsalarni hammasini o'rgandim. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, kasal bo'ling. Eng zo'r bilimlarga ega eng zo'r ustozimizdan muvaffaqiyatli bilimlar olganimiz uchun ustozimizga yaxshi kayfiyat uchun bular bilan bizda dars jarayonlarida xitoy tili, o'zbek tili aralash qilib gaplashgan edik, lekin bular to'g'ri o'zbekcha biladilar.